Assalomu alaykum aziz kuzatib boruvchilar. Damas mashinasining eshiklarini legirovkaga olib qolgandik. Mana shunaqa zazurlarda turibdi. Petlalari ketgan. Bu Damasimizni eshiklari osilgan. Mana shunaqa holatda petlalarning sostoyaniyasi. Bularni bitta yuvib tozalab, eshik rezinkalarini almashtiramiz. Xitoy rezin turibdi. Zamoklarini tashqaridan yuvib tozalab, eshiklarini legirovka qilib beramiz. Fiksator gnizdolari ham yorilyapti. Bularni ham svarkalab, gubka bilan kraska tegizdirib qo'yamiz. Eshigimiz mana ochilib yopilishlari remont qilinishidan oldingi holat. Va tashqari turibdi eshik. Bir barmoq zazor bilan turibdi. Bu tomoniga kelsak, tagi qismi mana kirib ketgan, stoykadan tepa qismi chiqib ketgan, diagonallari qochib, eshik osilgan, ochilib yopilishi. Buni endi bitta remont qilib qo'yamiz. Eshiklarni legirovkasini kuzatib oldik. Bunga qilib o'tirgan ishlarimiz bittadan to'rtta rezinka qo'yildi. Straylari sepildi rezinkaga, Xitoy damos va Xitoy fiksatorda ochilib yopilishlari mana. Zamoglari esa buni ochib, yuvib, tozalab, moylab bunaqa ish bo'lmadi. Ozroq texnik legirovka qilindi. Bu tomoni ham to'g'ri remont qilindi, lekin bu Xitoy zamog emas, original zamog o'ziniki. Spreylar sepildi, rezinka barqishlari, fiksator gnizdolari, svatkalar nasaldi. Yopilishlari mana. Zamoglariga ishlov berilgan emas. Eshiklar osilgan, petlalari Yuklar kattarib eshik osilgan. Shunday bo'lsa-da, ochilib yopilishlari, to'g'rilab, chizig'larini to'g'rilab. Fiksator gnizdolari mana svarkalangan. Rezinkalarini yangi qo'yib, silikonli sprey sepdik. Petlalari mana artib tozalab olindi, smaskalab qo'yildi.